Hozir qaytyapmiz. Orqamizda musulmon odam kelyapti. Qizi, o'g'li, ayoli bilan. Hind musulmonda endi. Qayerdan kelganini bilmayman. Men e'tiborim tortgan tomoni bolalariga musulmon hukmdorlar haqida, Akbar haqida, kim qurdirgan bu yerda, Akbar kim bo'lgan, halol ovqat haqida gapirib kelayotgan ekanda, o'zini tilida va inglizchada. Endi biz farzandlarimizga nimalarni o'rgatyapmiz, nimalarni qoldira olyapmiz? Internetdan boshini ko'taryaptimi? Dunyo bo'yicha internet kontenti bo'yicha birinchi o'ringa chiqib bo'ldik уже. Chiqib bo'ldik, hamma bilyapti. Dunyo trendlarida shu o'zbek trendini kimdir osh qilib chiqyapti, kimdir boshqa narsa qilyapti. Yana kimdir Abduqodir Husanovning narsasini qo'yapti, rasmini. Уже bilyapti trekka chiqishini. Internetga shunchalik bog'lanib qolganligimizni ikki tomoni deb ko'rdimda. Bolalarimizga ko'proq narsalarni, ukalarimizga, jiyanlarimizga ko'proq narsalar o'rgatishimiz kerak. Shunaqa deb o'ylayman.